Yakuniga yetib borayotgan 2025-yil Buxoro viloyatida futbol ommaviyligini oshirish maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Xususan, bolalar futbolini rivojlantirish maqsadida hududiy bolalar ligasi, sport maktablari futbol ligasi, festivallar va xalqaro turnirlar tashkil etildi. Umumta'lim maktablarida futbol bilan shug'ullanuvchilar soni kun sayin ortib bormoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan taqdim etilgan futbol to'plari bir qancha maktablarga topshirildi. 2025-yil Buxoro viloyatida ommaviy futbol yangi darajaga olib chiqildi. Futbol bo'yicha havaskor va yarim professional futbol jamoalari o'rtasida Buxoro viloyati 2-ligasi, Buxoro viloyati kubogi va Hokim kubogi kabi musobaqalar tashkil etildi. Peshko jamoasi 2-liga g'olibi sifatida 1-liga o'tish turnirida munosib tarzda ishtirok etdi. Qoraqalpog'iston Respublikasida o'tkazilgan Kubok egalari kubogi turnirida esa viloyatimiz sharafini Buxoro futbol akademiyasi tarbiyalanuvchilari himoya qildi. Bugungi zamonaviy futbolda murabbiylik sohasi kun sayin rivojlanib bormoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va Buxoro futbol assotsiatsiyasi hamkorligida viloyatimizda qator murabbiylik kurslari tashkil etildi. Raqamlarga nazar soladigan bo'lsak, joriy yilda D litsenziyasi bo'yicha 96 nafar, shulardan 70 nafari jismoniy tarbiya o'qituvchilari, OFKning C litsenziyasi bo'yicha 72 nafar, B litsenziyasi bo'yicha 23 nafar murabbiylar ta'lim oldi. Qolaversa, yil davomida murabbiylar bilim va malakasini oshirish maqsadida bir qancha o'quv seminarlari tashkil etildi. Buxoro viloyati hakamlari uchun ortda qolgan futbol mavsumi chinakamiga yuqori saviyada o'tdi. Hakamlarimiz xalqaro maydonlarda O'zbekiston Super Ligasi, Pro Liga, 1-liga, U19 va U21, shuningdek ayollar chempionatlarida adolatli va halol ravishda faoliyat olib borishdi. Raqamlarga nazar soladigan bo'lsak, O'zbekiston Super Ligasi bahslarida 4 nafar, Pro Ligada 1 nafar, 1-liga bahslarida 5 nafar, U21 va U19 bahslarida 6 nafar, futzal bo'yicha Oliy liga o'yinlarida esa 1 nafar, xalqaro maydonda 3 nafar hakamimiz faoliyat olib bordi. Yana bir quvonchli jihati shundaki, viloyatimiz hakamlari Akmal Giyasov va Rustam Lutfullinlar Qatar davlatida o'tkazilgan futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi jahon chempionati va Osiyo elit chempionlar ligasi o'yinlarida ish olib borishdi. 2025-yilda futbol va mini futbol bo'yicha mahalla yoshlari o'rtasida Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasini o'tkazish yangi bosqichga olib chiqildi. Peshko tumanining Qoraqalpoq yoshlari futbol bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdi. Viloyatimiz bosh jamoasi bu mavsumda o'z tarixida birinchi marotaba O'zbekiston kubogi finaliga yo'l oldi va yakuniy o'yinda kuchli raqibga munosib tarzda qarshilik ko'rsatdi. Mavsumning so'nggi uchrashuvida Aral klubi Nukusda taslim etildi va 2026-yilda ham Super Ligadagi ishtirok kafolatlandi. Yana bir esda qolarli voqea sifatida Buxoro davlat universitetining futbol jamoasi 1-liga o'yinlarini yuqori saviyada o'tkazdi. 30 jamoa ishtirok etgan 1-liga musobaqasida faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritib, o'z tarixida ilk bor Pro Liga turniriga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Viloyatimizda xotin-qizlar futbolini rivojlantirish yo'lida salmoqli ishlar olib borildi. Xususan, viloyatimiz ayollar jamoasi Buxoro Women yangi murabbiylar qo'l ostida mamlakat Oliy ligasida munosib ravishda ishtirok etib, kuchli 5talikdan o'rin oldi. Shahar va tumanlardagi o'quvchi qizlar o'rtasida U12, U14, U17 musobaqalari doimiy ravishda o'tkazilib kelindi. Viloyatimizda futzal sport turi ham jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Havaskor va yarim professional jamoalar o'rtasida Buxoro viloyati 2-liga bahslari yuqori saviyada tashkil etildi. Mamlakat Oliy ligasi va kubogi bahslarida All Star jamoasi sovrindorlar qatoridan o'rin egalladi. 2025-yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston futzal federatsiyasi tomonidan yilning eng yaxshi murabbiyi sifatida viloyatimiz murabbiyi Fuzuli Xayrullayev e'tirof etildi. Noyabr oyida viloyatimiz mezbonlik qilgan futbol bo'yicha viloyat terma jamoalari o'rtasidagi O'zbekiston chempionatida Buxoro jamoasi sovrindorlar qatoridan joy oldi. 16 yoshgacha bo'lgan terma jamoa safida Buxoro turnirda munosib ravishda ishtirok etib, 3-o'rinni qo'lga kiritdi. 2025-yilda Buxoro futbol maktabi tarbiyalanuvchilari ham sovrindorlar qatoridan o'rin egalladi. Xususan, 13 yoshgacha va 14 yoshgacha bo'lgan jamoalarimiz futbol maktablari o'rtasida O'zbekiston chempionatida kumush medallarga ega chiqishdi. Viloyatimizda umidli zaxira futbolchilarni shakllantirish va viloyat futbol akademiyasi uchun munosib futbolchilarni tarbiyalash maqsadida chekka tuman va joylarda seleksiya ishlari olib borildi. Akademiya seleksioner murabbiylari tomonidan iqtidorli futbolchilar saralab olindi. Viloyatimiz faxriylar jamoalari ham doimiy ravishda o'quv mashg'ulot va futbol musobaqalarida ishtirok etib kelishmoqda. Xususan 40+, 50+ va 60+ yosh toifasi bo'yicha jamoalarimiz respublika final bosqich o'yinlarida ishtirok etdi. Ortda qolgan 2025-yilda bir qancha yosh va iqtidorli futbolchilarimiz terma jamoalarimiz safidan muhim o'rin egalladi. Akbar Muhammadov O'zbekiston 17 yoshgacha bo'lganlar terma jamoamiz safida Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi.
Viloyat futbol akademiyasi tarbiyalanuvchisi Shohjahon Saidxulov doimiy ravishda 17 yoshgacha bo'lganlar terma jamoamiz yig'inidan chaqiruv oldi. Kelajagi porloq futbolchi qiz sifatida ko'rilayotgan Mehrangiz Hamidova 17 va 18 yoshli terma jamoalarimiz bilan KAFA musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritdi va 2 marotaba musobaqaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Yangi 2026-yil futbol mavsumi ham viloyatimiz uchun omadli va zafarli onlarga boy bo'lishini tilab qolamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin.